Bizda adashtiruvchi oilaviy kontent YouTube qoidasi haqida gaplashamiz. Xo'p, ayrimlarda adashtiruvchi oilaviy kontent deydi. Agar sizlarda rus tilida bo'lsa kanallar content, который shunaqa deydi. Agar ingliz tilida bo'lsa misleading family content deydi. Xo'p, uchta tilda ko'rsam, agar o'zbekcha bo'lsa adashtiruvchi oilaviy kontent, rus tilida bundaqa, ingliz tilida misleading family content deb ataladi. Xo'p, mana shunaqa qoida bo'yicha siz kanalingiz o'chib qolgan bo'lsa, endi to'g'risini aytaman, 90% holatda mana bunday apellyatsiya bersangiz yonmaydi. Ko'pincha 90 kundan keyin yoqib beramiz lekin apellyatsiya tashlab beramiz ko'ngil uchun ko'pchilikka. Lekin to'g'risini aytaman, ko'pincha effekt beradi 90 kundan keyin. Agar sizda ham mana shu qoida bo'yicha agar muammo bo'ladigan bo'lsa, hozir men sizga batafsil tushuntirib beraman. Nima uchun mana shu qoida bo'yicha kanal pul ishlab tizimi o'chib qoladi. Videoni boshlashdan oldin bitta like bosib qo'yinglar do'stlar, batafsil holatda tushuntirib beraman. Qanaqa apellyatsiya qilish kerak, nima qilish kerak deb yo'nalish berib ketaman. Xo'p, demak, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, adashtiruvchi oilaviy kontent mayt yozib qo'yibdi o'zi mana. E'tibor bersalar, voyaga yetmaganlar va oilalarni ataylab yoki beixtiyor jalb qilish uchun mumkin bo'lgan, lekin shu shahvoniy yoki zo'ravonlik kontentlarga mo'ljallangan mavzular kiradi. Demak, umumiy holatda aytadigan bo'lsak, adashtiruvchi kontent degani menga asosan do'stlar, men YouTube bo'yicha ishlayman, bilasizlar, menga asosan qanaqa kanallar keladi bu bo'yicha qo'rqinchli video qo'ygan kanallar keladi. 90% yoki 95% tamom bo'ladi. Qo'rqinchli video yoki qo'rqinchli sound, ovozlar yoki qo'rqinchli effektlar ishlatgan videolar mana shu qoidaga tushadi. Endi bunga misol uchun sizlarga hozir bitta namunadan ko'rsatib ketaman, qaranglar mana. Misol uchun mana videomizni oladigan bo'lsak, mana e'tibor bersa, asosan Tayloscope kanallar kelyapti menga. Mana shu qo'rqinchli tipdagi kanallarga qoida bo'yicha Tayloscope keladi. Men e'tibor bersangiz, men aytdim, mana kadrmi, nimadir, quyoshmi bilmayman, xullas, qanaqadir bir anoni qo'yib qo'yib, multfilmni qo'yib bir qo'rqinchli animatsiyalar tayyorlaydi. YouTube algoritmi shunaqa do'stlar, gaming kanallar, Tayloscope yo'nalishi gaming kanal sifatida qabul qilsak bo'ladi. Gaming kanallarni yosh bolalar uchun deb tushunadi. Yosh bolalar kontenti deb tushunadi. Ya'niki demak, yosh bolalar uchun bo'lgandan keyin shuning uchun mana bitta aytib qo'yibdi, e'tibor bersanglar, mana voyaga yetmaganlarda va ularni jalb aralashtirib xullas YouTube bilmay qoladi. Bu oilaviy kontentmi yoki bolalar uchunmi? YouTube bolalar siyosatiga kuchli qaraydi, shuning uchun bunday qo'rqinchli videolar qo'ygan kontentlarni mana shu qoida bo'yicha o'zib tashlaydi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, misleading mana shu qoida qo'rqinchli videolarga tushadi. Mana shunaqa qo'rqinchli video qilsanglar yoki bo'lmasa qo'rqinchli sound, ovozlar, qanaqadir baqirish, qo'rqinchli onalar bo'ladi-yu, shunaqa qo'ysalar shu qoidaga tushib, monetizatsiya o'chib qoladi. Masalan, mana videoni e'tibor beringlar, qaranglar. Masalan, qanaqadir ishlagan mana bu yo'q, vashi olov bu, masalan, bu yerda gaming turishi mumkin, misol uchun. Siz aytishingiz mumkin, nima qilibdi bu, oddiy kontent? Yo'q, to'g'ri, oddiy kontent. Qarang, mana bu yoq gamingda yosh bola game videosini ko'rish uchun kiradi. YouTube bunday hisoblaydi. Yosh bola deydi, game videosini ko'rish uchun kirdi, u deydi, o'yin tomosha qilmoqchi, misol uchun. Bu yoq desa, vobshe vahshiy, qo'rqinchli narsalar ketyapti. Demak, bu degani deydi, umumiy holatda aytadigan bo'lsak deydi, demak, yosh bolalarni ongini buzish, yosh bolalarni qo'rqitish, yosh bolalarni zaharlash deb tushunadi. Umumiy holatda yosh bolalarning fikrini buzadigan kontentlar deb tushunib ketsak ham bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu adashtiruvchi misleading kontentning asosiy mazmun mohiyati nima ekan? Qo'rqinchli videolar, qo'rqinchli soundlar, qanaqadir baqiriqlar qo'yadi ayrimlar. Aytadi, menda deydi, unaqa narsa yo'q deydi. Lekin qo'rqinchli soundlar bor. Yoki bo'lmasa yosh bolalarni ishlatish videolarda, yosh bolachalarni videolarda har xil qo'rqinchli jarayonlarda ishlatish ham mana shu qoidaga tushadi. Xo'p, demak, bu kanalimizni qisqa qilib aytsak, qanday qilib pul ishlatishni o'ylaymiz. Siz kanalingizni mana kontent degan joyini bosingda, videolarni ko'ring. Hozir men ko'rsatganimdaqa siz video qilasizmi yo'qmi? Mana shunaqa. Agar siz mana shunaqa qo'rqinchli video qilaman desangiz, apellyatsiyani mana bu apellyatsiyani deyarli foydasi yo'q. Chunki YouTube ahmoq emas. Apellyatsiyada o'zi yozib qo'yibdi, eng ko'p ko'rilgan videoning linkini jo'nating degan. Eng ko'p ko'rilgan videosi ochadi, qarasa qo'rqinchli bolalar fikrini buzadigan kontent. Shunda YouTube nima qiladi? O'z-o'zidan admin qiladi. Endi nima qilish kerak degan joy bor. Men tavsiya qilardim. Tashab qo'ying apellyatsiya, ko'ngil uchun tashab qo'ying. Masalan, 99% lekin ko'p kanallar yonmaydi-da. Masalan, men 20 ta kanal tashlagan bo'lsam, deyarli 19 ta, 18 tasi yonmagan, bittasi yonib qolishi mumkin. Endi tavsiya qilardim, apellyatsiya tashlab qo'ying. Tashlab qo'ying apellyatsiya. Lekin iloji boricha aytganimda yonmaydi. Nima qilish kerak? Qisqasi, mayda tagi ham sana bo'ladi. Noyabr 11-2026 degan narsa bor. Ya'niki 2026-yilning 11 ham, ya'ni 3 oydan keyin qisqaradi. Sentyabr bo'lsa hozir qaysi oy o'zi? To'xtanglar. Hozir avgustmi? Avgust bo'lsa, keyin sentyabr, oktyabr, noyabr 3 oy. 3 oydan keyin do'stlar qayta zaявка bersanglar bo'ladi. Yozib qo'yibdi mana. 3 oydan keyin qayta zaявка bersanglar bo'ladi. Sizlarga 3 oygacha vaqt bor. Bizda ko'p qilganmiz, o'xshagan. 3 oygacha o'sha videolaringizdagi bor qo'rqinchli bo'lgan kadrlarni olib tashlaysiz.
qo'rqinchli bo'lmagan oddiyroq kamasiya pamasiyalar qo'yyapti, masalan ayrimlar qanaqadir avtobusdan qo'yyapti, bir qiziqroq qilib video qilasiz. 3 oy vaqtingiz bor. 3 oygacha shunaqa qo'rqinchli ovozlarni, soundlarni, kadrlarni olib tashlaysizda, keyin 3 oydan keyin videolaringizda shu qo'rqinchli bo'lgan qismlari bor, o'chiriladi, delete qilinadi. Delete qilmasangiz foydasi yo'q. Ayrimlar o'ylaydi, men videoni o'chirmasam apellyatsiya yonmaydi. Yo'q, 3 oydan keyin tashlasangiz yonmaydi. 3 oyda ichida siz mana eski videolaringizni qo'rqinchli joylarini o'chirib tashlashingiz kerak kanalingizdan va o'zingiz o'sha yaxshiroq video qilishingiz kerak. Shu. 3 oydan keyin ham to'g'risini aytaman, yonish ehtimoli 50-50. Yonmay qolishi ham mumkin. YouTube'da ayrim payt bo'ladi do'stlar, obunachingiz vashi ko'p bo'lsa, yana bitta joy bor. Nakrut ko'rgan bo'lsangiz degan joy ham bor. Obunachingiz vashi ko'p va nakrut ko'rgan bo'lsangiz, yonmaslik ehtimoli ham bor. Men tavsiya qilardim, o'chdimi kanal? Bo'ldi, bu kanalni to'xtatingda. Boshqa bir kanal ochib, boshqa bir telefonda, boshqa bir sim kartada, boshqa bir kanal ochib ishni boshlang. Shunaqa. Men tavsiyam shu. Boshqa bir telefonda, boshqa bir sim karta bilan diqqat qilib, boshqa telefon, boshqa sim karta. Bu telefonda qilsangiz u kanallardan pishadi, rasvo bo'ladi. Hozir AdSense blokirovka millionta qo'yda chiqib ketdi YouTube'da. Shunaqa do'stlar. Yoki bo'lmasa menga aloqaga chiqib bir prosta mayli apellyatsiya tashlab bering, prosta tak desiz, menga aloqaga chiqsa prosta tashlab beraman. Lekin aytib o'tgandek, ehtimol past. Yordam kerak bo'lsa YouTube bo'yicha Luboy xizmat 99lik 791 32 32. Telegramdan aloqaga chiqadi. Telefon qilmang, asosan Telegram SMS do'stlar. Xo'p, 3 oydan keyin lekin do'stlar aloqaga chiqsanglar, mana anaqa sanasi bo'ladi. Mana may sanasidan 3-4 kun oldin aloqaga chiqsanglar, kanallarni bir yaxshilab tozalaymiz. Yoki bo'lmasa o'sha kun aloqaga chiqinglar, 11 noyabr bo'lsa, bir kundan keyin aloqaga chiqinglar. Bir tozalab kanalingizni edit qilib, o'sha 3 oydan keyin ariza tashlab beraman. Shunaqa do'stlar. Yordam kerak bo'lsa nomerimda aytdim. 99 791 32 32. Telegram aloqaga chiqaverasiz. Salomat bo'ling do'stlar.